Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz O'zbekistonda demokratik fuqarolik jamiyati asoslarining shakllanishi, amalga oshirilgan siyosiy islohotlar. Reja. Milliy davlat boshqaruv tizimi, mustaqil O'zbekistonda hokimiyatlar bo'linish prinsipi. Ikkinchisi, O'zbekistonda ko'p partiyaviylik tizimining shakllanishi, siyosiy partiyalar, O'zbekistonda parlament tizimi va undagi islohotlar. Uchinchisi, huquq-tartibot organlari va sud tizimidagi o'zgarishlar, O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlari. To'rtinchisi, o'z-o'zini boshqaruv organlarining faoliyati va ularning jamiyatni demokratlashtiradigan o'rni, inson haq-huquqlarini ta'minlash va himoya qilish. Hokimiyatlar tizimi. Qonun chiqaruvchi hokimiyat, Oliy Majlis. Ikkinchisi, ijro etuvchi hokimiyat, Vazirlar Mahkamasi. Uchinchisi, sud hokimiyati. To'rtinchisi, ommaviy axborot vositalari. Birma-bir izoh berib o'tamiz. Birinchisi, qonun chiqaruvchi hokimiyat, Oliy Majlis. Oliy Kengash 1994-yil Oliy Majlis deb o'zgartirilib, partiyalardan 250 nafar deputat 5 yil muddatga saylandi. 2004-yil Oliy Majlis 2 palatali Senat va Qonunchilik palatasidan iborat bo'ldi. Qonunchilik palatasi 150 ta deputatdan iborat bo'lgan bo'lsa, Senat 100 senatordan iborat bo'lib hisoblanadi. Oliy Majlis vakili 25 yoshdan yuqori bo'lishi, O'zbekiston hududida kamida 5 yil yashagan va o'zbek tilini mukammal bilishi shart hisoblanadi. Qonun chiqaruvchi hokimiyat, Oliy Majlis, Qonunchilik palatasi rahbarlari spiker deb nomlanadi. Senat palatasi rahbari Senat raisi deb nomlanadi. Senatorlar 14 ta hududdan 6 nafardan teng miqdorda xalq tomonidan saylanadi. 16 nafar prezident tomonidan tayinlanadi. Deputatlar 150 ta okrugdan 1 nafardan saylanadi. Ikkinchisi, ijro etuvchi hokimiyat, Vazirlar Mahkamasi. Vazirlar Mahkamasini bosh vazir boshqarib keladi. Bosh vazir prezident tavsiyasiga ko'ra Oliy Majlis tomonidan 5 yilga tayinlanadi. Vazirlar Mahkamasi tarkibida vazirliklar soni bugungi kunda 24 tani tashkil etadi. Qo'mitalar soni 12 ta, agentliklar soni 25 ta, inspeksiyalar soni esa 11 tani tashkil etadi. Uchinchisi, sud hokimiyati. 1993-yil 2-sentyabrda sudlar to'g'risidagi qonun qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi sud hokimiyati tizimiga 5 yil muddatga saylanadigan Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud, Oliy xo'jalik sudi, harbiy sudlar tizimi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy sudi, Qoraqalpog'iston Respublikasi xo'jalik sudi, viloyat, tuman va shahar sudlari kiradi. O'zbekistonda 2008-yilning yanvaridan boshlab o'lim jazosi bekor qilindi va uning o'rniga umrbod yoki uzoq muddatli ozodlikdan mahrum qilish jazosi joriy etildi. Umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi Germaniya va Polshada 5 ta, Belgiya va Rossiyada 6 ta, Daniyada 9 ta, Shvetsiyada 13 ta, Fransiyada 18 ta, Gollandiyada 19 ta jinoyat turi bo'yicha tayinlanishi mumkin. O'zbekistonda esa umrbod ozodlikdan mahrum qilish faqat 2 turdagi jinoyat holatiga amalga oshiriladi. Bular o'ta og'ir qasddan odam o'ldirilishi va terrorizm uchun tayinlanadi. Ushbu jazo turi xotin-qizlarga jinoyat sodir etgan paytda 18 yoshga yetmagan shaxslarga va yoshi 60 dan oshgan erkaklarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emas.
sud huquq tizimini yanada isloh qilish borasida va erkinliklarni ishonchli himoyalash kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni 4850 sonli farmoni 2016-yil 21-oktyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sud huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolar huquqlarini va erkinliklarini ishonchli himoyalash kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 4850 sonli farmoni bilan sud huquq sohasidagi davlat siyosatining sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarildi. Ushbu farmonda 3 ta asosiy ustuvorlik ajratib ko'rsatiladi. Sud hokimiyatining huquqiy mustaqilligi, fuqarolar huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoyalash kafolatlarini kuchaytirish va odil sudlarni amalga oshirish darajasini kuchaytirish. Sud hokimiyatining haqiqiy mustaqilligini ta'minlash, kasb obro' e'tiborini oshirish, yuqori malakali va samarali faoliyat yuritadigan sud korpusini tashkil qilish maqsadida birinchi marta sudyalarning vakolatli muddatlari qayta ko'rib chiqildi. Xususan, sudyalarni dastlabki 5 yillik va navbatdagi 10 yillik muddatlarga tayinlash, saylash, kelgusida esa lavozimini muddatsiz davr mobaynida egallash nazarda tutiladigan tartib joriy qilindi. 4-si ommaviy axborot vositalari. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalarini demokratlashtirish va qo'llab-quvvatlash maqsadida ijtimoiy, siyosiy jamg'arma tashkil etilgan. Respublikamizda jurnalist kadrlarini, ayniqsa xalqaro jurnalistlarni tayyorlashga katta e'tibor berilmoqda. Bu borada 1999-yil mart oyida Vazirlar Mahkamasining O'zbekistonda jurnalist kadrlarni tayyorlashni Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakulteti va Jahon tillari universitetida markazlashtirilish katta ahamiyat kasb etadi. Hozirda turli tillarda gazetalar, jurnallar, internet tarmoqlari va televideniya xabarlarini ulashib bormoqda. Ayniqsa bu borada jurnalistlarning faoliyatlariga juda katta e'tibor qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi siyosiy partiyalar. Birinchisi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi. Bularning paydo bo'lish tarixiga bir nazar solamiz. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi 1991-yil 1-noyabrdan faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ikkinchisi Adolat sotsial-demokratik partiyasi 1995-yil 18-fevraldan tashkil topgan va faoliyat yuritib kelmoqda. Boshqa partiyalarga qo'shilgan holatda. Uchinchisi O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi 1995-yil 3-iyunda tashkil topgan. To'rtinchisi Liberal demokratik partiyasi 2003-yil 15-noyabrda tashkil topgan. Beshinchisi Ekologik partiya. Ekologik partiyasi 2019-yil 24-yanvardan tashkil topgan bo'lib, shu bugungi kungacha faoliyat holatini amalga oshirib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu partiyalar asosida saylov tizimlari bizda yuqori keng ko'lamli holatda amalga oshirishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, undan keyin bizda o'z-o'zini boshqarish organlarining faoliyati juda keng qamrovli faoliyat amalga oshirilgan. Bu dunyo miqyosida juda bizning o'zini o'zi boshqarish organlariga bo'lgan e'tibori yuqori. Aynan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 105-moddada va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida yangi tahriri, O'zbekiston Respublikasining qonuni 1999-yil 14-aprelda huquqiy holat ko'rsatilib o'tilgan. O'zbekistonda 10 mingdan ortiq o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyat ko'rsatmoqda. Fuqarolar yig'ini organlarini va ularning mansabdor shaxslarini saylash, fuqarolarning qonunda belgilangan saylov huquqlari kafolatlarini ta'minlangan holda umumiy teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin yoki ochiq ovoz berish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bugungi darsimiz shundan iborat. E'tiborlaringiz